Ya Abduqodir, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi og'ay? Tuzimsan? Charchamayapsan? Moro bo'lsin mashinalar. Rahmat, kunimizga yarab turibdi. Ha, kecha eshitib xursand bo'ldim. Kecha Akbar bilan birga edim. Abduqodirga ehsonim bor deb ketayotgan ekan uyingga. Ya qo'y dedim, hozir o'rtog'imiz zo'r bo'lib ketgan, mashinalar olgan, ishlari ancha yaxshi dedim. To'g'ri aytibmanmi? Ehsonga zormassan-ku. Bitta qiynalganga bera qol deb aytdim-da. Ha. Yur uyga kiramiz. Ko'rishamiz, o'rtoq. Hali kechroq telefonlashamiz. Xo'p. Sog' bo'l. O'rtoq, yaxshimisan? Qalaysan? Uyga kiramiz. Rahmat. Kecha Komoldan eshitdim. Yangi mashina olibsan. Shunga bir tabriklab ketay deb keldim. Bora bo'lsa endi o'rtoq mashinada. Rahmat o'rtoq. Bu mashinani yaqinda arendaga oldim. Arendani pulini to'layman deb hali o'g'limni oyoq kiyimiga ham orttirib olib bera olganim yo'q. Hamma narsa ham ko'ringanchalik bo'lmas ekan. Shunaqa arenda degan. Ehson qilmoqchi bo'lgan pulimni egasi topilmagan edi. Buni egasi sen ekansan o'rtoq. Rahmat. Kam ko'stinga ishlat. Boringga shukr.